2026 yilgi yangi Chevrolet Cruze. Bu Chevrolet brendining global bozor uchun qayta ishlab chiqilgan, zamonaviy, tejamkor va texnologiyaga boy sedani bo'lib, u kundalik hayot, oila va shaxsiy foydalanish uchun juda mos avtomobil hisoblanadi. Yangi Cruze avvalgi avlodlardan tubdan farq qiladi. Dizayn yanada agressiv, salon esa ancha qulay va aqlli texnologiyalar bilan boyitilgan. Chevrolet bu model orqali arzon narx, ishonchlilik va zamonaviylikni birlashtirishga harakat qilgan va natijada 2026 Chevrolet Cruze o'z segmentida juda jiddiy raqobatchiga aylangan. Tashqi ko'rinishidan boshlab, 2026 Chevrolet Cruze juda zamonaviy va sport ruhida ishlab chiqilgan. Old qismida keng va yirik radiator panjarasi joylashgan bo'lib, u Chevroletning yangi dizayn falsafasini yaqqol namoyon qiladi. LED texnologiyali ingichka old farlar avtomobilga agressiv va zamonaviy ko'rinish beradi. Kunduzgi LED chiroqlar esa xavfsizlik va ko'rinishni yanada yaxshilaydi. Bamperlar aerodinamik shaklda ishlab chiqilgan bo'lib, havo oqimini optimal tarzda yo'naltirishga xizmat qiladi. Yon tomondan qaralganda, kuzov chiziqlari silliq va oqimli bo'lib, avtomobilga dinamik harakat hissini beradi. Yangi dizayndagi yengil qotishmali disklar 16 dan 18 dyuymgacha bo'lishi mumkin va ular Cruzening umumiy qiyofasini yanada jozibador qiladi. Orqa qismida LED orqa chiroqlar, sportcha bamper va ixcham yukxona qopqog'i mavjud bo'lib, avtomobilga zamonaviy va ishonchli ko'rinish beradi. Salon ichiga kirganingizda 2026 Chevrolet Cruze sizni kenglik va qulaylik bilan kutib oladi. Ichki makon dizayni minimalistik, lekin juda funksional. Old panel yuqori sifatli yumshoq materiallardan tayyorlangan bo'lib, ayrim komplektatsiyalarda charm va dekorativ alyuminiy yoki pianino qora bezaklar bilan boyitilgan. Markaziy konsolda katta sensorli multimedia ekran joylashgan bo'lib, u Apple CarPlay va Android Auto'ni to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Multimedia tizimi tezkor, qulay interfeysga ega va ovozli buyruqlarni ham tushunadi. Texnik jihatdan 2026 Chevrolet Cruze juda muvozanatli avtomobil hisoblanadi. Bozorlarga qarab u bir nechta dvigatel variantlari bilan taklif etilishi kutilmoqda. Eng asosiy variant sifatida 1.5 litrli benzinli turbo dvigatel bo'lib, u taxminan 160 ot kuchi ishlab chiqaradi. Ushbu dvigatel shahar va trassa sharoitida yaxshi dinamika va past yoqilg'i sarfini ta'minlaydi. Bundan tashqari ayrim bozorlar uchun 3 litrli turbo benzin dvigateli ham mavjud bo'lishi mumkin. U tejamkorlikni birinchi o'ringa qo'yadigan haydovchilar uchun juda mos. Ba'zi mintaqalarda esa gibrid versiya ham taklif etilishi ehtimoli bor. Bu esa yoqilg'i sarfini yanada kamaytiradi va ekologik talablarni qondiradi. Uzatmalar qutisi sifatida 6 pogonali mexanik yoki 8 pogonali avtomat transmissiya taklif qilinadi. Avtomat quti silliq ishlashi va tezkor almashinuvi bilan ajralib turadi. Bu esa shahar harakatida katta qulaylik yaratadi. Old gildirakdan tortish tizimi Cruzening asosiy konfiguratsiyasi bo'lib, u barqarorlik va tejamkorlikni ta'minlaydi. Osma tizimi shahar yo'llari uchun moslashtirilgan bo'lib, notekis yo'llarda ham qulay yurishni ta'minlaydi. Xavfsizlik masalasida 2026 Chevrolet Cruze juda boy jihozlarga ega. Standart komplektatsiyadan boshlab bir nechta havo yostiqchalari, ABS, ESP, tortish nazorati, favqulodda tormozlash tizimi mavjud. Yuqori komplektatsiyalarda esa adaptiv kruz nazorati, yo'l chizigini saqlash tizimi, kor nuqtani nazorat qilish, old to'qnashuv haqida ogohlantirish va avtomatik tormozlash kabi zamonaviy haydovchiga yordam beruvchi tizimlar mavjud. Orqa kamera va 360 darajali kamera tizimi parkovkani juda osonlashtiradi. Bu funksiyalar nafaqat haydovchi, balki yo'lovchilar xavfsizligini ham yuqori darajada ta'minlaydi. Yoqilg'i sarfi jihatidan 2026 Chevrolet Cruze o'z sinfida juda yaxshi natijalarni ko'rsatadi. 1.5 turbo dvigatel bilan shahar sharoitida o'rtacha 7.5 litr, trassada esa 5.5 litr atrofida yoqilg'i sarflashi kutilmoqda. Bu ko'rsatkichlar avtomat. Shovqin izolyatsiyasi ham ancha yaxshilangan. Dvigatel ovozi salon ichida deyarli sezilmaydi. Yuqori tezlikda ham shamol va yo'l shovqini minimal darajada bo'ladi. Bu esa uzoq safarlarda haydovchi va yo'lovchilar uchun katta qulaylik yaratadi. Konditsioner va 2 zonali iqlim nazorati tizimi salon ichidagi haroratni doimiy ravishda qulay holatda ushlab turadi. Narx masalasida 2026 Chevrolet Cruze raqobatchilariga nisbatan juda jozibali bo'lishi kutilmoqda.
U o'z sinfidagi Toyota Corolla, Honda Civic, Hyundai Elantra kabi modellarga munosib raqobat qiladi. Chevrolet har doim narx va sifat muvozanatini yaxshi ushlagan brend bo'lib kelgan va yangi Cruze ham bundan mustasno emas. Arzonroq komplektatsiyalarda ham asosiy qulaylik va xavfsizlik tizimlari mavjud bo'lib, yuqori komplektatsiyalarda esa premium darajadagi funksiyalarni ko'rish mumkin. Xulosa qilib aytganda, 2026 Chevrolet Cruze bu zamonaviy dizayn, tejamkor dvigatellar, qulay va keng salon, boy texnologiyalar hamda yuqori xavfsizlik darajasini birlashtirgan universal sedan. U kundalik foydalanish uchun ham, uzoq safarlar uchun ham juda mos. Agar siz ishonchli, zamonaviy va hamyonbop sedan izlayotgan bo'lsangiz, 2026 Chevrolet Cruze albatta e'tiboringizga loyiq avtomobil hisoblanadi. Bu model Chevroletning yangi avlod avtomobillari orasida muhim o'rin egallaydi va ko'pchilik haydovchilar uchun ideal tanlov bo'lishi shubhasiz.